Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana mashinamizda 3000 km yurgan Cobalt avtomashinasi. Buni eshiklari regulovka qilib berdik mana. O'sha o'zlari ko'rganlaringdek mana bitta barmoq. Mana do'stlar, oynalari berk, hammasi berk turibdi. Bemalol ko'rib. Oynalar berk. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu nomerni ko'rganda ochib, yopib ko'rib olasizlar. Mana nomerni. Aka, yigitlar qayerdan keldilaring? Rishton. Yaqinroq keling. Rishton tumani qayer? Qurramobod qishlog'i. Ha? Qurramobod. Xurramobod qishlog'i ekan. Rishton tumani Xurramobod qishlog'i. Nomerni ko'rsatib qo'yamiz mana. Shuni ko'rib, eshikni ochib, yopib bemalol yigitlar tavsiya qilaverasizlar. Kelib adashmayapsizlar, xudo xolasa? Yaxshi bo'ladi. Mana hisobini 3000 yurgan Cobalt. Rangi ham o'ziga mos chiroyli ekan. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Paxtaqishloq turamiz. Telefon qilib murojaat qilib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.